Eziz qarindoshlar, bugun Xitoydagi Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'urlar qaratgan iqtisodiy siyosati haqida bir suhbat olib berish uchun Abduhamid Qaraxon tunugün telefon qildi ekan. Shu shunaqa bir suhbat olib borsak, shunaqa bir kelib vallahi billahi bir suhbat o'tkazsak deb. Şunlaşqa bugün asosiyatdan bir ders şekilde ben nutq so'zlab yoki sizlar anglab shundan tugitadigan şekilde emas. O'zaro bir-birimizni suhbat to'g'andan keyin suhbat degan o'zaro paranglashsak suhbat bo'ladi. Men bu tayyorlagan doklatim uzun emas, qisqa. Azroq bir so'zlab o'taman, undan keyin boshqa qasımlardan sınırlarımız bilen bu yigitler bilen müzakirleşidigan, tartışidigan, söhbetleşidigan işlerini şu şekilde elip basak dep oyladım hem de. Mesele bugünkü mesele iktisat. Hem de iktisat bilimiz, hemmimiz şu insan dünyaya törelgenden tartip ta günümüz geçilik bu iktisattan ayrılıp bakkan bir vakt bu bakmagan. Ta ki insanlar bir narsani almashtirib takas orqali o'zining ehtiyojlarini qarshiladigan vaqtini tatibla bu iqtisod ham tijorat shaklini olgan ham shunday davom qilib kelaylik. Undan keyingi vaqtlarda dunyo xarakterlik dunyoda qanchalik ko'p zaminga ega bo'lganlar shunchalik o'zini boy deb hisoblaydigan bo'lgan. Zamin kengaytirish uchun qo'ldan kelgan nurg'un ishlarni qilgan butun nurg'un urushlar zaminni kengaytirish uchun elib berilgan. Undan boshqa keyingi vaqtlarga kelgan vaqtda bu sanoat davri boshladi. Buning oldida bilimizlarimiz dehqonchilik, avchilik, chorvachilik bu shaklda elib berilayotgan iqtisodiy faoliyatlar keyingi vaqtda sanoatlish qarab yuzlandi. Masalan 1760 yıllardan keyin bu par mashinasining ijod qilinishi, ondan keyin 1860 yillarga kelgan vaqtda tokluq mashinalarning ijod qilinishi, ondan keyin 1970 yillarga kelgan vaqtda kompyuter texnikasi orqali robot texnikasininki taraqqiy qilishi va kunimizda hozir hamda ma turkchada nima deb qo'ydi? Sanat inqilobi 4.0 deb e'lon bu aqlliq sun'iy aql texnologiyasi. Bu sun'iy aql texnologiyasi orqali iqtisodiy faoliyatlarni yurgizish qadam bosqichiga kirib turibmiz va kirmish bulunmoqda biz hozir. Endi shunlashqa bunu Şarkı Türkistan'da bu Xitoyninki Şarkı Türkistan'a bo'lgan iqtisodiy siyosati qandaq bo'ldi deb qaraydigan bo'lsak, shu 1759-yili Xitoylar birinchi qitim Manching xandonligininki Xitoyninki askarlari birinchi qitim istilo qilgan vaqtdan boshlab bu istiloninki u vaqtdagi maqsadining biri Xitoyninki xavfsizligini qo'g'dash bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining tuprog'ini kengaytirish orqali iqtisodiy tijoriy yo'l tayyorlashni maqsad qilgan ash vaqtdan o'zidan 1759-yili Sharq Turkistonda Xitoyninki birinchi qatim istilo qilgan vaqti. Undan keyin 1866-yilga kelgan vaqtning o'zida Yoqubbek Bedavlatninki başçılıqda Şarkı Türkistan'da Qashqariya devleti kuruldu. Hem de bu devletning bu keyingi vaqtdagi yıkılışınınki asosiy sebeplerinden biri paylaşılmaslik, o'zaro chiqisholmaslik, birisi bilan kelisholmaslik ve kuchni ve pulni, iqtisodni kontrol qilish havisi bununla xili köp cihetten ta'sir gösterdik hem de. Bundan keyin yana 1870
8 yılga kelgan vaqtda Zozuntan tarafından Şarkı Türkistan yana işgal qilindi. İşgal qilinib 1884 yılga kelgan vaqtida hozirgi yangi besilingan tuproq degan anlamga kelgan vatanimizning ismi vaqt qo'yilgan bo'ldi. Bu vaqtdagi asosliq Xitoyninki siyosati xavfsizlik asosli o'rinda turadi. Ya'ni Sharq Turkistondan u vaqtda ko'p iqtisodiy manfaat elishni bek kutib ketmaylikdi Xitoylar. 1933 yılı bu istilaha qarşı Sabit Damullam başçılığıdaki Mehmet İmam Buğra, onun için Temir Halk'ın Katarlıklar başçılığıdaki bu bizdeki liderlerimiz inkılapını başlap 33. yılı Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ninki yıkılıp kitiliş sebeplerininki asaslık amillerden birisi iktisatının kemçilliki. Aşağıda iktisat boğan bolsa yeterlik. Askerlerimizni ta'minlaydigan, ondan keyin qurol setib olaydigan va boshqa ta'minotlarninki hammani biz qarshilay oladigan bir vaziyatda bo'lgan bo'lsak, balki Sharq Turkistonninki yaqinqi zaman tarixidagi Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarninki eng cho'ng bir fursati Xitoydan qutulish uchun. Yani ondan keyingi 44-yili qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti tamamen Sharq Turkistonliklarninki kontrolligida bo'lmagan bir inqilab bo'lg'achqa, yani oxirgi natija biz o'ylagandek, biz kutgandek bo'lib chiqmadi. Ama 33-yildagi inqilab hakikaten Sharq Turkistonliklarning asos jihatdan Sharq Turkistonliklarning o'zining kontrolligida bir inqilabdi bu. Bu inqilabga şu vaqtninki baylari yeterlik miktarda iqtisadi yardımda bulunmadı. Bu sebepten asker kamçıl, bununki aqsab hizmetleri kamçıl, ondan setib aldıgan qurollar az. Ama şundaq bir vaziyette yanılam bizninki nişanımız ve ahirki gayemiz iniq belgilengen bosumu Sabit Damullam Katarlık liderlerimiz tarafından. Hoca Niyaz Katarlık bir kısım liderlerimiz o cihetten özününki dünya karşı ve dünyanı biliş cihetteki an seviyesinden tüverek bu kılış sebebidir. Yani yana Xitay bilen işbirliği kıldığan yolu qarab menip kaldı. Şundan bizninki inkılaplarımız bu şekilde mağlup bo'lgan bo'ldi. Lekin bugünkü günü qaraydigan bolsak, hazır ay yıldızlık kök bayraqni esip qo'yib o'ltirib, ondan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyetininki gribini, devletimizning ismini, bularninki hammasini biz şu 33-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurgan liderliğe ve şu yolda can bergen şehitlerimizge qarzdormiz yani. Eğer şu vaqtning o'zi bu belgilangan bo'lsa, bugün dünyada ko'rib turibmiz. Mesela qanchalik perişan vaziyatda bo'layotganligimizni ko'rib turibmiz. O'zaro ittifoqsizlikninki qaysi darajada bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Buning uchun iqtisod meselesi fakat bu bir pul veya ki mal mülk veya ki müşndaq haşlaplam ötep ketadigan bir narsa deb o'ylamaslik kerak. İqtisod qachonki milliy iqtisod bo'lalig'a vaqtning o'zida o iqtisodninki shu millatga, xalqqa, vatanga foydasi bo'ladi. Masalan, nurg'un baylar bo'lishi mumkin Uyg'urlarning ichida. Ama o bayliqni Sharq Turkiston xalqininki milliy manfaat uchun qo'llanmagan vaqtning o'zida uning Sharq Turkiston uchun bir foydasi yo'q. O milliy iqtisod bo'lanmaydi. Masalan, biz universitede o'qiyotimiz. O'qish bitadi, o'qiyotganlarimiz bor. Agar biz o'rgangan bilimimizni yanılam şu Sharq Turkistonning paydasıga, şunun menfaatiga qo'llanmagan vaqtimizning o'zida o'rgangan bilimlarimizmi milliy bo'lmay qoladi. O faqat o'zimizninki kundalik
hayotini qamdaydigan va kundalik turmushini qamdashni asos qilgan bir nishonga xizmat qiladigan bir ahvol o'ttirib chiqdi. Shunlashqa biz endi bir narsa o'rgangan vaqtning o'zida ham o'zimizningki shaxsiy turmushini hal qilish uchun ham bu o'rganganimni vatanim, millatim uchun xizmat qilishga ishlataman deganni maqsad qilishimiz bu asosli bir g'oyamiz bo'lishi va nishonimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu iqtisod masalasini deb o'tdi 44-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz ummu boshqalarning kontrolida bo'lganligi uchun bu yiqildi. Oxiri 49-yilga keldi endi. 49-yil. 49-yilda nima bo'ldi hammamiz asosiyatdan bilamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurganlar Xitoy Kommunist Partiyasi bilan ittifoq tuzdi. Bu ittifoq nima tuzdi? Chunki biz Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurganlarmi Gomindanga qarshi kurash qilyapmiz. Xitoy kommunistlarmi Gomindanga qarshi kurash qilyapti. Bu yerlik bir mantiq shu dushmanimninki dushmani do'stim. Mantığı bilan bu ishga kirishilib qoldi. Oxiri Xitoy Kommunist Partiyasininki shuvarlarga, ularninki o'tirib qo'ygan ko'z qarash fikrlarga bu kommunizm degan, sotsializm degan bir yaxshi narsa ekan. Shuningga hamkorlashsak, mush yo'lda mangsak, bizningki xalqimizning qutulib qolish imkoni bo'ladi ekan. O'zimizga o'zimiz xo'ja bo'lish, o'zimizningki taqdirimizni o'zimiz belgilaydigan bir ahvol shakllanadigan degan ko'z qarash fikrlar bilan ham sirtqi kuchlarninki zo'rlashi bilan ixtiyoriy shaklda bo'lmagan bo'lsa-mu, Xitoy kommunistlari bilan birga harakat olib berib, ikkinchi qatimliq Cumhuriyetimiz shuning bilan tugagan bo'ldi. Endi 49-yilga keldik. 49-yilga kelgan vaqtning o'zida 49-yilda Sharq Turkistonda 290 ming Xitoy nüfusi vardı. 290 ming. O nimene slaydni şunda ama başka kompütür var mı yok mu? Başka kompütür var mı? Ne kompütür bana düşmeydi gençler ulaştı. Nazira bilen bu iqtisod hamda iqtisodni deb o'tdik. Buning faqat iqtisod bilan cheklanib qolmay, buningki siyosiy tarafi va albatta ijtimoiy tarafi va albatta. Shunlashqa buningki har tarafdan o'zaro fikrlashsak, o'zlarimizninki ko'z qarashlarini deysak yaxshi bo'ldi. Hozir men slaydda 49-yildan shu 2015-yilga ishlik bo'lgan araliqdagi Xitoylarninki nüfus ahvollari, Sharq Turkistondagi nüfus qurilmasidagi o'zgarishlar, undan keyin Sharq Turkistondagi Sharq Turkistonliklar bilan ishg'olchi Xitoylarninki iqtisodiy ahvoldagi farqlarni mana nimada slayd ko'rsatib o'tmoqchi hozir. Ham bu Türkçe tayyorlangan, men uni Uyg'urcha qilib Türkçe bilamiz. Uyg'urcha tayyorlasak yaxshi bo'ladi. Faqat Uyg'urlar bo'lgan bir majlis bo'lgan ekan bu yer. Hamda Türkçe tayyorlanganligi uchun hamda shuni shu bo'yicha qaysinglar bilan o'rtoqlashimiz. Anglishlik o'zimni azroq tunishtirib o'tay. 89-yili Sharq Turkiston Üniversitesininki biologiya fakültetidan o'qish bitirdim. Ondan keyin bir 2 yildak vaqtda 85-yili universitetga kirgan. 85 va 88-yildagi o'quvchilar harakatiga aktiv qatnashganligimiz uchun vaqtida hamda o'qish bitirganlarni xizmatga taqsim qiladigan ish batdi. Ama Ürümçi'den kirgen, üniversite kirgen vaqtida. Adette nereden kirgen bolsa, şu taqsim qildigan ishlar batdi. Biz hamda biraz isyonkor o'quvchilar bo'lib, arxivlarimizga shunday yozilganlik uchun bizni boshqa yerga taqsim qildi. Boshqa yerga bormay, bir shaxsiy maktabda
hamda ismini isim bo'lgandan davray Şinjan Muhacirlar Fen Texnika maktabi, kasbiy fan texnik maktab deb bir maktab bor. Shu shaxsiy maktab deb qo'yamdiq. Ash maktabda 2,5 yildak ishladim. Undan keyin 93-yili Turkiyaga kelgan. 93-yili Turkiyaga kelib 95dan 98-yilga ishlik 3 yil Ankara Gazi Universitetida xalqaro iqtisodda masterlik o'qidim. Men chunki o'qigan kasb farqli bo'lganligi uchun men biologiya o'qigan universitetda. O iqtisoddan magistrlik o'qiyman deganligim uchun 1 yil universitet o'quvchilari bilan universitetniki darsini oldim, makro iqtisod, mikro iqtisod darsini. Ondan keyin magistrlik derslerini o'qish darsni bitirib bo'ldim. Ama tez yozdigan vaqtida, maqola yozdigan vaqtida bizningki o'qituvchimiz şu sotsialistik iqtisodninki vayron bo'lish sabablari to'g'risida bir maqola yozishimni istedi. İki o'qituvchi vardı. Bir o'qituvchim bilan biz anglashib bo'lgan Sharq Turkiston va Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar degan temada maqolani yozdigan bo'lib, bütün tayyorlik qilinganki hammasini qilib 3 oydak vaqt tayyorlanib, ondan keyin mundarjasini tayyorlab ma'lum usulib bo'lgandim. Ondan keyin ikkinchi bir ma'lum almışdigan bo'lib qolib, bu ma'lum meningki tayyorlagan tezimni yo'q sen buni yozmaysan, shu markaziy plan ekonomiyasiningki cho'kish nedenleri haqida bir tez yoz dedi. Ama hiç bo'lmasa yozgan narsada bir Sharq Turkistonninki ismi bo'lsin. Türkiye'dekiler Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi bu ticari munosabatlarninki nereden nega ishlik bo'layotganlik va bu yerda Sharq Turkistonning roli haqidagi bir ismim bo'lsa bir tezga yozilsin degan maqsad bilan qilgandim. Ondan keyin men tezni yozmadim. Tezni yozmay o'qish aşağıda to'xtab qoldi, davom qilmadim keyin. Şu 2000-yillardan keyin ondan keyin ham tabii akademik seviyede devam qilmagandan keyin ham ancha-muncha bir tijoratga atılib qoldik. Xalqaro iqtisod o'qigandan keyin biraz tijorat qilaylik deb. Ancha-muncha tijoratni qildik. Paydım aldık, ziyanmat tatdık. Shundoq. Hozir shu ancha-muncha tijorat bilan hem vatanimizdeki ahval doğruluk, davamlık şu okup, izlenip, araştırıp durumuz hem de. Bu vatan söygüsü insanınki kalbi bir kıtım kirgenden keyin ta ömrününki ahirgiçlik hem bu çıktıdığan bir narsa emas hem de. Mühim boğa şu vatan söygüsüne kalbimizge yerleştirip eliş. Eğer bunu hem de kalbimizge yerleştirip alsak, biz meyli nemiş kılaylı, kandak yerde buluşumuzdan qat'i nazar bütün qilgan işlerimizde, hareketlerimizde bu vatan için hizmet qilish ishtiyaqi içimizden hiçbir vakit yo'qolib ketmaydi. Şonlaşkan dedik ya deyimiz o aşık boldum. Yani bir insan aşık bo'lgan aşığı için her qanday bir narsani qilishni ko'zga ola oladi. Hem biz mi şu vatanimizga aşık bo'la olsak, bunun için belki mantıkka sığmaydigan işler buluş mümkün bunun içinde. Biz mantığımız bilen bu mantık bilen oylap bazı işlerinki ahırga çıkıp bulanmaslığımız mümkün. Mesela bugünkü günü qaraydigan bolsak, Xitoy shunchalik kuchlik, mayli askeri bo'lsin, mayli iqtisodi bo'lsin, mayli nüfusu bo'lsin, qaysi jihatini elib qo'ysak, biz bilan selishtirg'ini bo'lmaydigan darajada kuchlik. Ama bu kuchlik düşmanımızga qarshi biz yanılam hiçbir zaman birinci qildigan işimiz içimizdeki işencimizni yo'qotmaymiz. Yani işencimizni yo'qotib qo'ygan vaqtning o'zida bu ish tugaydi. Aldı bilan her zaman işencimizni yo'qotmaymiz. Şu işencimiz, g'oyamiz to'g'risida harakat qilishga tirishimiz. O hareketimizdeki neticesi belki bugün buludu, belki kim buludu, belki bizden kim buludu. Onu bilemeyiz. Ama ümit kılımız bugün günümüzde bolsun deyimiz, lakin
bo'lmay qolsa-mu, ammo niyatimizdan, yo'limizdan va bu ishtiyoqimizdan bu vatanga bo'lgan oshiqlik liqimizdan voz kechmaymiz. Shunlashqa oshiq bo'lgan inson har xil shu ma'shuqaga yetish uchun har xil yo'llarni izlaydi. Qarshisiga chiqadigan nurg'un engellarni eshishga tirishadi. Shunlashqa bizmi Sharq Turkiston davosini vatanimizga bo'lgan bu mehr muhabbatni shu aşk seviyesiga ko'tarib yurkimizni bir yerlashtirib olsak, bu mangu o'zimizni davomli harakat keltirib biz to'xtab qolaylik, yetib olaylik desakmi, ichimizdagi kuch bizni dürtib buni olg'a ilgirlashimizga sababchi bo'lib turdi. Mana bu xaritada ko'ryapmiz, hammamiz bilamiz, Sharq Turkistondagi strategik o'rni intayin muhim. Mesela Xitoyningki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston. Ayda 6 davlat bilan Hindiston bilan va boshqa tarafdan chegirdosh bo'la oladi. Lekin ayadagi 5 davlat bilan faqat bizningki Sharq Turkiston orqaliqlab chegirdosh bo'la oladi Xitoylar. Hamda Xitoyningki g'arbga ochiladigan birdan-bir yo'li xaritadan ko'rganimizdek Sharq Turkiston. Agar Sharq Turkistonni ayirib o'tgan vaqtimizning o'zida hamda Xitoyningki xaritasida boshqacha bir o'zgarish bo'ladi. Uni qaraydigan bo'lsak, qanchalik muhim o'rinda ekanligini va Xitoyningki bugungi kunda bu yerdan voz kechishiningki qanchalik aqlga, mantiqqa uyg'un tushmaydiganligini bu xaritadan ko'rib olamiz. Masalan, g'arbga ochiladigan birdan-bir burunqi Ipak yo'limi Sharq Turkistondan o'taylikda, hozirgi yangi Ipak yo'limi Sharq Turkistondan o'tayotdi. Sharqqa qaraydigan bo'lsak, Sharqning hammasi Amerikaningki kontrolida, dengiz yo'lining hammasi Amerikaning kontrolida hozir. Endi Xitoyningki birdan-bir mağalaydigan yo'li Sharq Turkiston bo'lganligi uchun bugungi kunda vatanimizda yashayotgan zulmninki Xitoyning g'arbga echilish, g'arbni sumirish, ya'ni bunday qilib aytganda kengaymachilik siyosatininki bir neticesi, kengaymachilik siyosatining yo'l echishining bir neticesi. Ana ikkinchisiga o'tildi. Ammo Sharq Turkistonning xaritasi bu Uyg'ur akademiyasininki to'r betida qaraydigan bo'lsak, Sharq Turkiston hozir 5 avtonom rayon, 5 viloyat, 4 shahar ga bo'linmiş vaziyat. Hozir Turpan bilan Qumulni shahar qilib o'zgartirdi. Urumchi shahri, Turpan, Qumul, ondan keyin Shixanza. Bular viloyat darajalik shaharlar hisoblanadi. Qashqar, Xotan, Aqsu, Turpan, Qumul. Bu 5 viloyat, ondan qolgan yerlar qaraydigan bo'lsak, 5 avtonom oblast var. Xitoy ta 1955-yili Uyg'ur avtonom rayoni qurilishdan burun avtonom oblastini ondan burun qurib bo'lgan. Sharq Turkiston tuproqlarininki 3/2-sidan ortiqi har xil ismlar bilan avtonom oblastlarga bo'linib ketaylik. Hamda bu agar Sharq Turkistonda bir ish bo'lib qolsa, ko'p sondagi Uyg'urlarga qarshi boshqa qarindosh millatlarni qo'llanishiningki strategiyasini va buningki plan programmalarini allburun qurgan degan gap bo'ldi. Yana birisiga o'tildi. Mao xaritaga qaraydigan bo'lsak, Mao pastki Sharq Turkistonda faqat Xitoyningki askari saqchisi, onunki qurolliq saqchisi, hukumat organlarininki sirtida
Bingtuan ishlab chiqarish qurilish diviziyasi deb ataymiz ғой. Diviziyasi deb ataladigan 14 tuman komutanlık derecesideki yerim harbiy yerim puhra şekildeki kurulma var. Bularniki maqsadini hammamiz bilamiz. Bular şu yerlik xalqqa qarshi har vaqt tayyor bo'ladigan biror ish chiqib qolsa, darhol bular askari o'zininki uniformasini kiyib, ayadagi xalq bilan xalqni bostiradiganga qo'llanadigan eng asosliq harbiylarning sirtidagi yana bir harbiy kuch, buningki darajasi avtonom rayon darajelik. Şu diviziyanınki derecesi avtonom rayon derecelik. Bularınki her bir tümen komutanlığı vilayet derecelik. Onun astıdaki tüven degenimiz nahi derecelik yerler oldu da şu. 100 hani hazır 9 şehir var. Şu Bingtuan degenge ait 9 şehir. Onun için 140 netçe tüven nahi dercilik yerler. Bu Şarkı Türkistan'daki normal yerlik hükümetke paralel yani bir hükümet var diye yaptı. Ben Türkiye'de paralel devlet de koydu o. Bu paralel devletinin bir aşı uygulanğan, aşının teorisine uygun kildiğan neyse ama Şarkı Türkistan'daki şu işlep çıkarış kuruluş diviziyesininki mekanizması. Bu Şarkı Türkistan'dan başka Xitay'ınki hiç qandaq yerde hazır yok. Fakat Şarkı Türkistan'dan var. Az bir vakit Xitay'ınki başka yerlerde mi bu kurulup diken keyin hemisi bekar kılıngan bu 1975 yıl mı 76 yıl bekar kılınıp 81 yılı yani Xitay'dan asli keltirilip kurulup çıkıldı. Bunundan görüp alalıyız ki Xitay her zaman, her vakit Şarkı Türkistan'ı özüge xavf dep qarab bunu kontrol qildigandan keyin mexanizmasini bu şekilde qurib chiqildi, davom qildi. Mavo graf qaraydigan bo'lsak, ma 1949-yildagi Şarkı Türkistan'daki umumiy nüfus ahvoli. Şu vaqtida Şarkı Türkistan'ning hem de mayadagi sonliq raqamlarning hammasi Xitayninki resmi manbalardan ilingan raqamlar bu. Çünkü bir ilmi şekilde tayyorlangan bir Xitayninki uydurup chiqargan nüfus statistikasi bo'lar mesela. Bu herkes o'zimizning asli sonini buningga asli sonini biz ham hozir aniq bilmaymiz. Asli sonini aniq bilinmagandan keyin bu ilmi şekilde tayyorlangan bir narsa bo'lganligi uchun buningki bir manba ko'rsatishimiz kerak. Bu Xitoyninki o'zining manbasidan ilingan raqamlar. Men qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlar 76%ni egallagan 1949-yilda. Ondan keyin Xitoylar 7%, 290 ming kishi, Mo'ng'ul, Qozoq, Tungan, Qirg'iz va boshqa millatlar bu şekilde devam qildi. Mavo 1953-yildagisi. Xitoyninki birinchi qatimliq umumiy nüfus sanash statistikalarga asosan ilingan raqamlar. U vaqtidami Uyg'urlarning nüfusi 75%, Xitoyninki nüfusi yanılan %lik nisbatda o'zgarish yo'q. Yani Uyg'urlarning nüfusi 1% azalgan, qolgan Xitoydan boshqalarniki 1% artgan. Va birinchi qatimliq umumiy nüfus sanash raqamlaridan ilingan statistik raqamlar bilan davom qildi. Ammo 1964-yili bu Xitoyninki ikkinchi qatimliq umumiy nüfus sanash statistik raqamlari. Birinci 53'e qaraydigan bo'lsak, Şarkı Türkistan'daki Uyg'urlarning nüfusi meyada 75%'di.
Hozir 64-yilga kelgan vaqtning o'zida 11 yil ichida 55%ga tushib qoldi. Xitoylarninki nupusi 7%, 7%dan 32%ga chiqibdi. 10 yil ichida 53 dan 64 kishilik bo'lgan 11 yil ichida bo'layotgan nupus ortishi bu davom qildi. Ammo o 82 yildagi 3-qitimliq nupus sanash, umumiy nupus sanash statistikadan elingan raqamda Xitoyninki 82 yilga kelgan vaqtning o'zida Uyg'urlar 53 yildagi 75%dan 46%ga chiqib qoldik. Taxminan 30%dak nisbat jihatda 30% ozib ketaylik. Xitoylar 7%dan 41%ga chiqdi. Meyada taxminan 34%lik bir ortish bo'ladi. Xitoyninki umumiy nupusning nisbatida. Davom qildi. Ammo grafik qaraydigan bo'lsak, mana 49-yil bilan 82-yili orasidagi Sharqiy Turkistondagi nupusninki qanday o'zgarganligini bunda texnik aniq ko'ramiz. Masalan, Uyg'urlar 3 million 640 mingdan 5 million 960 ming civarda artgan bo'lsa, Xitoylarninki nupusi mana ikkinchi grafik. Ko'rib turibmiz 331 mingdan 5 million 284 mingga yükseklik Xitoylarninki nupusi. Ma boshqa millatlarninki yan tarafda ko'rsatildi. Davom qildi. Mao 1990-yildagi 4-qitimliq umumiy nupus statistikalari buningda jiq o'zgarish yo'q. 3-qitimliq bilan davom qildi. Mao 2000-yildagi 5-qitimliqi bu yerda bek astronomik bir o'zgarish yo'q. Davom qildi. Mao 2009-yildagisi davom qildi. Mao 2010 davom qildi. 2015-yili. Ama 2015-yilga kelgan vaqtning o'zida bek nupuslarni hozir Xitoy nupusi va asonliqlar deblam belgilik Xitoylar har qaysi millatninki ayrim nupuslarni to'liq bermaylik. Masalan, bir şey qaraydigan bo'lsak, endi eng oxirgi statistika raqamda shu 2015-ninki sal to'liqroq ekan, shu 2015-ninkini oldim. Uyg'urlar 48%, Xitoylar 40%, boshqalar 12%. Bundan ichida qozoqlar va qirg'izlar va o'zbek, tungan, mong'ol deganga o'xshash. Endi bu yerdan biz shuni ko'rib olamizki, iqtisodni kontrol qilishninki bir omilning biri nupus. Bu yerda nupus orqali birsi Sharqiy Turkistondan keladigan xavfsizlikni Xitoy oldini olamiz deb olsa, ikkinchisi nupusni ko'plab yerlashtirish orqali bu yerninki Sharqiy Turkistonninki iqtisodini sumirishni maqsad qilayotgan bo'ldi. Davom qildi. Ammo bu Sharqiy Turkistonninki shahar va yezidagi nupuslarninki nisbati 2018-yildagi statistik raqamda 2018-yili mau qizil raqam yezida yashaydiganlarninki umumiy nupusi va ko'k rangliki shaharda yashaydiganlar umumiy nupusi qaraydigan bo'lsak 51% shahar 49% atrofida yezida yashaydi. Sharqiy Turkistonliklarninki umumiy nupus, bunun içinde Uyghur, Xitoy ve başka milletlerin hammasi var. Endi Uyg'urlarni aldigan bo'lsak, Uyg'urlarninki shaharda yashaydiganlarninki nisbati 22%. Ama 2015-yildagi statistik raqam, ama keyingilarni topolmadi.
70 yani 80%'ga yaqini Uyg'urlarninki yezida yashaydi degan gap. Mao Xitoylarninki shaharda yashaydiganlarning nisbati 70%ga yaqin, yezida yashaydiganlari 30% atrofida. Müşadan körülüşkü buludu Mao dastlabki başlangıcı ko'chman bo'lib kelayotgan Xitoylarninki 49 yili 290 ming bo'lgan Xitoy 2015 yilga kelgan vaqtida 9 milliondan ortiq Xitoy yerleşiklik. Bu Xitoylarninki Sharq Turkistonda muqim turayotgan Xitoylarninki nüfusları onunki eqib kirib turayotganlar, vaqtliq turayotganlar, ularninki raqamlarini bizniki bilish imkonimiz bo'lmaganligi uchun buni bu shaklda alloq davom qildi. Mao 2018 yildagi Sharq Turkistondagi nurg'un bayliqlar va kan bayliqlari va shuning ichidan dunyoda eng ko'p bilingan 3 xilninki raqamlarni miyaga aldı. Nefret 23 milyar ton. 23 milyar ton tahminen dünyada köpünce varil de hesaplanırken 7 varil etrafında 1 ton nefret çıkıyordu 7 varilden. Onunki nefretinin o zışlıqıga qarab turib, onunki nemesi özgürdü 6 yerim buluş mümkün, 7'den jaqraq buluş mümkün. Tahminen 7 ton hamda biz ton dep qo'yamdik. Mao kömürninki 2 trilyon 219 milyar ton. Kömürninki zapsi. Tabii gazninki zapsi 16 trilyon küp metre. Bu üçüne Sharq Turkistondagi dünyada en köp bilingen bu 3 xil kan bayliqimizningki statistik raqamlarni bu yerga olib qo'ydim. Davom qildi. Mao Sharq Turkistonda 2018 yildagi milliy daromad deb qo'ydi. Ishlab chiqarish umumiy qimmati 1 trilyon 219 milyar 908 milyon yuan Xitoy pul ekan. Buningki yezigiligidan kirim qilingan yezigiligidan qilingan kirim pastki ko'k ranglik bilan ko'rsatligini sanoatdan qilingan kirim qizil rangda xizmat sohasidan qilinganini seriq rangda ko'rsatlik. Meyada Uyg'urlarninki 80% yezida yashaydi dedik-ku. 80% yezida yashaydi. Buning ichida 30% Xitoy yezida yashaydi. Yezida yashaydiganlarninki umumiy ishlab chiqarish umumiy qimmatidan olgan payninki qanchalik ozligini ma grafikdan ko'rib olamiz. Davom qildi. Mao umumiy qimmatidagi Sharq Turkistonning ishlab chiqarish umumiy qimmatida yezigiligi 13,87%, sanoat 40,36%, xizmat 45,77%ni tashkil qilganlik. Ma ikkinchi grafikda Uyg'urlarninki chorvachilik, ondan keyin dehqonchilik va yani yeziklik bilan shug'ullanganlarning nüfusi 82,86%. Uyg'urlarning yeziklikda shug'ullanganlar. Uyg'urlarning sanoatda ishlaydiganlarning nisbati 3,82%. Uyg'urlarning xizmat, mulozimat ishlaydiganlarning nisbati persenti 13,32%. Mana shundan ko'ra Mao yan tarafdagi Xitoylarninki yezikligida ishlaydiganlari 32, sanoatda 21, xizmatlarda 45% ni tashkil qildi. Ya'ni Uyg'urlarninki 82,86'siningki ishlaydigan
yezigilik sahasından kıldıgan kirimi Xitayning qo'shqal vaqtida 13,87% degan gapmayadi. Buningki Xitoyninki nisbati az bo'lgan bilan Xitoyninki oladigan onundan aladigan payı Uyg'urlarninkidan ko'p. Shunlashqa buni yani qayta müşahede o'tirgan o'quvchilarimizning ichida bu sohada tadqiqot ilib berayotgan va bardaqalli bo'lsa, texmo inchikilab texmo ayrıntılı bir şekilde elip bası buldu. Devam kıldı. Mavu Şarkı Türkistan'ınki 2018 yılı umumi milli darametinin miktarı ve bu kişi beşiğe doğru kildiğen o'ttircha kirmini ko'rsatdi ama birinci 3 grafik. Birincisi Şarkı Türkistan'ınki umumisining o'ttirchisi 49.056 yuan to'g'ri keldikan. Ama o ikinci grafik Şarkı Türkistan'ınki şehirde yaşaydiganlarninki o'ttirchisi. Ama ikincisi hajligini bo'ladigan, yani hajligini iste'mol hajligini bo'ladigan pulninki miqdori. Ma boshqisi g'ayri sap milliy daromad deymiz. G'ayri sap milliy daromad. G'ayri sap milliy daromad deganimiz bu ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mashinalarning uprash miqdori yo'q. Ondan keyin başqa sarf qilingan kuch ubulun chiqarib etgan vaqtning o'zida qapqog'ini sap milliy daromad bo'ladi. Bu sap milliy daromaddan taqsim qilingan kishi boshiga taqsim qilingan vaqtning o'zida hajligini bo'ladigan miqdorlari shaharda 32.764, yezilida 11.975. Bu Şarkı Türkistan'ınki o'ttirchisi. Ama ikinci 3 graf qaraydigan bo'lsak, Şarkı Türkistan'ınki o'ttirchisi shahar yezi deb ayırmay turib, Şarkı Türkistan'ning o'ttirchisi 22.559. Meyada Şarkı Türkistan'ın o'ttirchisi 32.764 bilan 11.775. Bu ikisini birleştirip ağa vaqtdagi o'ttircha nimasi nisbat bo'yicha % bo'yicha Şarkı Türkistan o'ttirchisi 22.559. Ma o'ttirdikisi Xitoyninki. Xitoyning o'ttir hisob bilan kishi beshiga to'g'ri keldigini 26.527, Uyg'urlarninki kishi beshiga to'g'ri keldigini 16.550. Meyada Şarkı Türkistan'ınki umumisini qilib aytgan vaqtning o'zida Xitoyli bilan Uyg'urlarninki o'ttircha kirimidilar zada 10.000 yuanlik, yani %30%'dan ortiq bir farq bor degan gap bo'ldi. Yani devam qildi. Endi mavu biraz uch nokta bo'lsin deb bunu aldım. Birincisi Ürümçi şehri. Ürümçi şehrininki nüfusu 3.500.000 kişi etrafında. Bu yerdeki Xitoyninki nüfusu 75% etrafında Ürümçi şehirde. Yani Ürümçi şehrininki gayri sap milli darametini ağa vaqtda 88.100 yuan kişi beşiğe doğru keldigini, hajligini bulduğan ne hesapqa ağa vaqtning o'zida şehirde yaşaganlarninki 40.000, yezida yaşaganlarninki 19.000. Çünkü Ürümçi şehrininki yezin nüfusu Ürümçi nayisini mazeramda qo'shib deylik, lekin az bir miqdor yezida yashaydigan odam bor endi. Onunki nisbati bir 5-6% chiqqanda chiqmadi shu atrofda. Va ikkinchisi Qashqar. Qashqar bilan Ürümchininki
nüfusu biraz birisiga yaqinroq ekan Qashqar viloyatidan. Endi Qashqar viloyatida nüfusu 4 milyon 600 ming. Xitoyninki nisbati 6%. Meyada kişi beshiga to'g'ri keladigan milliy daromadi Qashqarning 19 ming 176 koy. Şəhərdə, Qashqar şəhərdə yaşayanlarning 25631, yezdə yaşayanlarninki 8565. Qashqarda 80% artıq adam yezdə yaşaydı. Yezdə yaşayanlarninki qaraydigan bolsaq 2018 yildagi kishi beshiga to'g'ri keladigan milliy daromadi 1200 dollar atrofida degan gap. Hozir dunyoning nurg'un davlatlariga kirib qarasak 1200 dollar deganda bek tuvan saviyadagi bir raqam. Ammo bu qarimayni oldi. Menda qarimay Sharq Turkistonning boshqa yerlaridan biraz farqli. Bu yerda neftninki markazi 500 ming nüfus var. Bununki 75%'i Xitoy. Yani qarimayda ishlab chiqarilgan mahsulotlarninki kishi beshiga to'g'ri keladigan o'ttircha qimmatini ilib aytsak 2800 yuandan to'g'ri keldi. Ondan keyin qarimay shaharda yashaganlarning 41850, yezliklarning 24600. Yani qarimayda 75% Xitoy yashaydi. Ondan keyin nima Atishni oldi. Qarimay bilan Atishninki Qizilsuvning nüfusi biraz birisiga yaqin bo'lganligi uchun o grafiklarni ko'rib turalaymiz. O'ttircha kishi beshiga to'g'ri keladigan milliy daromadi 20645 yuan, shaharda yashaydiganlar 28452, yezda yashaydiganlar 8162. Yani Qizilsuvninki taxminan 80%'deki yezda yaşaydı. 80%'ga yaqini. Ondan keyin Xotanni aldık. Hem de Xotan'da Sharq Turkistondagi Xitoy nüfusi eng az bo'lgan viloyatimiz Xotan viloyati. 2,85 yani 3% bo'lmagan nisbatda Xitoy va qolganlar asosiyatdan Uyg'ur. Yani o başqa Qozaq, Qirg'iz, Tungan deganlar %1 tushmaydigan raqamda yo'q degdek. Xitoy nüfusi eng az, Uyg'ur nüfusi eng ko'p. Masalan, o'ttircha milliy daromadni oladigan bo'lsak, Xotanninki eng tuvan 12075 yuaniga to'g'ri keldi. Kishi beshiga to'g'ri keldi. Yani shaharda yashaydiganlarning ko'pinchisi Xitoy bo'lgandan keyin uningki Qizilsuv ondan keyin Qashqarga silishtirgan vaqtda shaharda yashaydiganlarninki o'ttircha kirimi jiq farq qilib ketaylik emas. Yezda yashaydiganlarninki 8765. Masalan, Qashqar, Qizilsuv, Xotan. Bu 3 yerda yashaydiganlarning 80%'dan ortiqi yezda yashaydi. Bu yezda yashaydiganlar asas jatdan Uyg'urlar. Qirg'izlarda bir Qirg'izlarni bir miqdorni uni chiqarib o'tgan vaqtning o'zida Qashqar bilan Xotanda 80%dan ortiqning hammasi Uyg'urlar. Yani Uyg'urlarninki yezda yashaydi va kirimining qanchalik tuvan ekanligini bu yerdan ko'rib olamiz. Davom qildi. Ammo bu Sharq Turkistonninki shu yeşillik ninki miqdori, yani qanchalik tuprog'ining yeşillikni tashkil qildiganligi 38%ni yeşillik tashkil qildi. 62%i tog'liq, ondan keyin cho'l, qaqasliq. Hamda davom qildi. Bu yeşillikninki ichida 81%, avay 38%lik yeşillikning ichidagi 81%i faqat o'tloqlar. Bu dehqonchilik qilg'ini bo'ladigan yer emas bu. Bunun içinde 11%'i ormanlık, ondan keyin 1%'i hem de başka sünni şekilde yeşillendirilgen bağça, şu bu
yerler fakat terilg'u yer miqdori Sharqiy Turkiston şu yeşillik alanınınki 6%'ni terig'ini bulduğu yer teşkil kılgılık. Bunun körü olayımız yani Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarninki nüfusunun köp sallıqı yezide yaşaydı. Yezigilik üçün qo'llanilgan yerninki qanchalik qit ekanligini bunun körü olayımız. Devam kıldı. Mao şu yeşillik köstülüge yerler Sharqiy Turkiston'daki yeşillik yerlerini köstüldük. Devam kıldı. Hemimiz bilimiz abayımı dep öttük. İşlep çıkarış kuruluş diviziyesi. İşlep çıkarış kuruluş diviziyesininki Sharqiy Turkiston'un umumi nüfusuga bo'lgan nispeti tahminen 13,5% etrafında. Yani bu 13,5%'lik diviziyanınki adımı qo'llanayotgan tuproqninki miqdori Mao üstüdeki 1.284.600 gektar. Diviziyanınki nüfusu 3.105.600 kişi. Bununki qo'llanayotgan umumi topraqdaki miqdori 1.284.600 gektar. Onundan qolgan yani nüfusununki yezigiligideki qolgan bütün nüfusunun ait bo'lgan qismining qo'llanayotgani 2.840.000 hektar. Ma'nuni qarab o'lsak 30%dan ortig'ini nüfusununki 12%ni tashkil qiladigan diviziya qo'llanayotdi degan gap bo'ldi. Davom qildi. Mao grafik 2010 yılga işlik bo'lgan raqamlarni topa oldim bu yerda. 2010 yılga işlik bo'lgan raqamni qaraydigan bo'lsak, birinchisi Sharqiy Turkistonda davlat idoralarida, ondakin partiya tashkilotlarida Mao boshqa har qaysi kan şirketinde işleydiğinki nüfusunu persentini meyadi köstüglük. Qaraydigan bolsak Uyg'urlarninki devlette işleydiğinler 0,87%ni teşkil kıldiğin kadr oğullar deyli endi Mao. Xitaylar umumisi 2,46, Xitaylarninki 4,48. Uyg'urlarning 0,87. Bu Sharqiy Turkiston Uyg'ur Abnum rayoni degan yerdagi davlat idoralarida ishlaydiganlarninki nisbatlari. Bu yerda ko'rsatuvlik 99-yili qisi yuqorida ko'rsatuvlik 2000-yildagisi qaraydigan bo'lsak 2000-yilda azilish bo'libdi yana 2010-yilda qaraydigan bo'lsak 99-yildagi 0,87dan 0,45 ga chiqib qolibdi Uyg'urlarninki davlat doiralarida ishlaydiganlarning nisbati persenti. Mao mutaxassislar va texnik kişiler hamda texnik kişilerine nima deymiz, nima deb asoq bo'ldi? ixtisos egilari. Ixtisos egilari, mutaxassislar va ixtisos egilari demdi. Texnik har jihatdagi texniklar. Texnologlar deganda Bu yerga qaraydigan bo'lsak, men ko'rib olaymiz, Uyg'urlarninki 90-yillarda 4%, ondaki Mao 2010-yilga kelganda 5%, yana 2010-yilga kelgan vaqtda yana 4% atrofida tushib qolibdi. Ma'murlar qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlar 1% atrofida 2010-yil sal jixlabdi, 2010-yilga kelganda azroq ma'murlarda biraz artış bo'libdi.
Mao başlıkka qaraydigan bo'lsak, bular asosiyatdan başlıqlarni ko'z tutuldiq. Baş qurish yerda turayotganligini. Ondan keyin tijorat bilan shug'ullanib qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarninki 3% atrofida 2010 yilga kelganda 5% atrofiga chiqibdi. Ondan keyin dehqonchilik 90-yillarda 84%, 2000-yillarda 80%, 2015-yillarga kelgan 2010-yilga kelgan vaqtda yana 83%. Yani Uyg'urlarninki nüfusununki qanchalik ko'p qismining yezigilik sohasida ishlaydiganligini bu yerdan ko'rib olamiz endi. Davom qildi. Buni bo'ldi bu grafiklar mishada tugusin. Bizningki temamizga endi qaytsak, Xitoyninki Sharq Turkistonda yurgizayotgan iqtisod siyosati. İqtisod siyosati Uyg'urlarni ko'ryapmiz, kambag'al qoldirish. Yani Xitoyga beqindilik bir ahvolni shakllantirib, davomli Xitoyga muhtoj qildigan bir holni shakllantirish orqali Uyg'urlarni kontrol qilib turish. O'ziga yaqin bo'lgan bir qism Uyg'urlarni yo'l qo'yish orqali ularni qisman bay qilib xalqaraga va yoki boshqa ommaviy dunyodagi ommaviy tashkilotlarga Uyg'urlarning ichidan mandaq odamlar chiqyotdi, andaq baylar bor, mandaq ixtisos egalari bor deb uni ko'zitish, normal Xitoy bilan bek yaqin o'tmaydigan, bek o'shmi bo'lmaydigan odamlarga davomliq bek cheklabmi ketmay, bek yo'lmi qo'yib o'tmay, o'tira hal bir yo'lni tutish. Ama Xitoy bilan bir masala chiqarib qilish ehtimoli bor deb qaralgan insonlarni davomli kontrol ostida tutish, bularni Xitoyga beqindi qilish. Yani beqindi qilishga vaqtning o'zida bugun bilimiz davlatdan yordam oladigan oilalar va yezlarniki nurg'un yerda bor hozir. Bularga her ay ma'lum miqdorda Xitoy davlati pul beraylik. Nemişki pul beraylik? Biz bunun etrafdagilarga ko'z quloq bo'lish uchun pul beraylik. Yani her bir pul olgan odam shu atrofdagi qo'shnilardan, ma'lum oilalardan shular mas'ul. Bu yerga kirib chiqqan, kelgan ketgan butun odamlarni vaqtida bir ustiga doklad qilib turadigan gap. Uningdan boshqa abay ko'rib o'tdik, neft, ondan keyin tabiiy gaz, kömür, ondan başka altın, uranyum, yani nurgun 148'e yakın bu kan baylığı var. 148 yılga yakın. Yani Xitoyda çıkıdığan toplam 180'le çıkıl bolsa, aşınınki 148 yıldaki bizden Şarkı Türkistan'da var. Yani bu iqtisadi jihatdan burundan tartib Xitoyninki yurgizib kelayotgan siyosati talant qilish, yani Sharq Turkistonni talantara chiqilishdan boshqa bir Sharq Turkistonlikninki manfaatiga bo'layotgan bir narsa yo'q. Faqat Xitoyninki siziqidan chiqmay, Xitoy uchun Xitoydanmi bek ishlaydigan bir qism Uyg'ur va boshqa millatlarga qisman yo'l qo'yaylik endi. Bularni ko'z tutish orqali Xitoyga yaxshi xizmat qilsang, Xitoyninki yendi tursang, Xitoyning deginni şu siziqidan chiqmay, shu bo'yicha harakat qilsam, sana biz yo'l qo'yamiz. Sen yaxshi turmush ko'chirsa, boy bo'lsa, yaxshi yerlarga kelsa deb buni tashviq qilish uchun az bir qism Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga buni bir reklam, e'lon nima deymiz? Uyg'urcha vitrin ko'z tutadiganga, tizadiganga bularni o'tirib qo'yadi. Ko'z bo'yamchilik qiladiganga. Ammo undan boshqa yo'l yasadik deydi, bino saldik deydi, shunday zavod qurdik deydi. Bu yo'llarda nima to'shilyapti? Bu binolarda kimlar o'tiryapti? Bu zavodlarda kimlar ishlayapti? Rasmiy Xitoyninki, bularning hammasi Xitoyninki statistik raqamlari. Uyg'urlarninki
akademiyaningki bir o'zininki tadqiqot temasi bor. Buni hammamiz bilamiz. Uyg'urlarning nüfusi taxminan 24 million. Bunun 20 milyondaki Sharq Turkistonda yashaydi, 4 milyondaki Sharq Turkistonning sirtida, 1 milyondaki Sharq Turkistonning sirtida yashaydi. 20 milyon Uyg'ur Sharq Turkistonda yashaydi va 4 milyon qolgan bizniki qarindosh millatlarimiz va musulmon qarindosh Türkiye xalqlaridan 4 milyondek va shunday qilib Sharq Turkistonliklarning nüfusi 25 milyon deb Uyg'ur akademiyasininki o'zining araştırıp tadqiq qilib chiqqan bir tadqiqot neticesi bor. Hamda buni rasmiy diyelemdik, diyememdik ve buni qo'shimcha qilib har yerda ishlatgan vaqtimizda foydalansak bo'ladi. Asas jihatdan hamda abaytin hammamizmi anıldık. Aslida o'zaro gap qilmoqchidik, ya'ni gapning anjiqini men qildim. Endi o'zaro biraz bir suhbat qilaylik endi. Tartishaylik. Xitoyda ahvol mushundoq. Siyosiy jihatdan bilimiz, siyosiy jihatdan borgan siri markazdan uzoqlashtirib o'taylik Uyg'urlar. Iqtisodiy jihatdan kambag'al va aql qo'yib qo'yuq. İctimai jihatdan qaraydigan bo'lsak, mayli tilimiz bo'lsin, mayli örf odatlarimiz, dinimizga oid bo'lsin, bütün qiyin qistoqlarninki hammasi, zo'rliqlarninki hammasi endi vatanimizda mavjud. Ama bundaq bir sharoit ostida biz qanday qilamiz? Asosiy masala bu. Buningdan burunqiga jiq eslab olmaymiz. Buningdan qildigan ishimiz shu. Buningdan burun ajdodlarimiz nurg'un ajrisonda nurg'un jafolarni topdi, davlatlarni qurdi, ama buni davomlashtirib kelolmadik hozirchilik. Endi biz buningdan burunqidan savoq olamiz. Buningdan keyin nima ish qildiganligimizga zihnimizni buningdan keyingiga beramiz. Yani tarixdan savoq olish, yani tarixni o'rganishdagi maqsad nima? Tarixni o'rganishdagi maqsad savoq olish. Buningdan burun qilingan xatoliklarninki qayta qilinmasligini qo'lga keltirish uchun tarixni o'rganamiz va tarixda nima bo'lib o'tib ekan, yana qayta bo'lib qilish ehtimoli bormi yo'qmi? Bularni tadqiq qilamiz, bularni o'rganamiz. Asas meselemiz bizningki buningdan keyin nima qilamiz? Yani emminglardan o'qiyotgan qarindoshlarimizdan kutadiganimiz buningdan keyin qildigan ishlarimizga ko'proq boshqa turinglar. Buningdan burunqimi boshqa turinglar, buningdan burunqimi tadqiq qilinglar, o'rganinglar. Buningdan keyin qildigan ishlarimiz to'g'riliq zihnimizningki 90%'ni buningdan keyingiga beraylik. Bunun ichida o'zimizningki shaxsiy hayotidan tutib, shaxsiy turmushidan tutib, vatanimiz uchun qanday xizmat qila olamiz? Faqat men o'zim shaxsiy qanday xizmat qila olaman emas. Bir fikrni, bir tasavvurni, yani xayol qildi, yani o'ylaylik, xayol qilaylik, tasavvur qilaylik. Sharq Turkiston qanday qilib biz qutula olamiz? Qanday qilib o'zimizningki davlatini qura olamiz? Qanday qilib u yerda biz erkin, ozoda yashay olamiz? Yani bizningki ahvolimizdagi bir millat hozir dunyoda bizning ahvolimizda lekin bek az. Yani başka nurg'un millatlar bor. Balki bizningki yashayotgan turmushimizdan belki nachar turmush yashayotgan bo'lishi mumkin. Ama psikologiya jihatdan, bulapmı ruhiy jihatdan, yani biz Sharq Turkistonliklardek mandaq bir zulümga uchrayotgan belki bek az bo'lish kerak deb o'ylayman endi. Biz bundan burunqilar bu ishlarni qilib kelyotdi. Sharq Turkiston davosini qilyotdi va qilib kelyotdi. Biz 93-yili Türkiye'ye keldik. 94-yili Sharq Turkiston o'quvchi yoshlar birligida bir tashkilot qurishning tayyorligini qilib 95-yili Sharq Turkiston o'quvchi yoshlar birligida bir tashkilot qurilgan. Bu tashkilot keyin o'ziningki
vazifasini, tarixiy vazifasini ado qilyapti. Keyin Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bulab shuningki asosiy odamlar uni qurdi. Keyin ummu Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bo'lib, hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki tarkibiy qismininki bir parchasi bo'lib bu yerga o'tib ketdi hamda. Hozir dunyoda Sharq Turkiston davosini qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz mayli Amerikada bo'lsin, Yevropadagi xili ko'p davlatlarda bo'lsin, chiqib Turkiya bilan bir shaklda aloqasi bor. Turkiyada tug'an bir necha yil. Yak Turkiyadan ko'chib ayaga chiqayotgan, ammo bu davoni qilyapti. Turkiya belki dunyoda hozir o'zining gapini o'tkazarligida kamiyaga o'zining ko'z qarashlarini tangalig'idek bir qudratga ega bo'lmasmi, lekin Turkiyada bulapmı bir milletperverlik iddiasini sığdırış, özününki milli anını, milli şuurunu yetildiriş için Türkiye hakikaten yaxşı bir yer. Belki arkasında bundan keyin Türkiye'de yaşayanlar mümkün veya ki başka yerde yaşayanlar mümkün. Hem de bu hayatınınki nime ekilip nime ektidiganligini tasavvur qilib bo'lishimiz tez. Şunlaşqa nerede buluşumuzdan qat'iy nazar, nerede yaşayışımızdan qat'iy nazar aldı bilen Şarkı Türkistan Cumhuriyetine yoki Şarkı Türkistan müstakil devletine isminin buluşundan qat'iy nazar aldılar özümüzden yürkütü kurumuz. Özümüz şunun işinimiz. Şarkı Türkistan çokum bir günü kutuludu. Çokum bir günü müstakil oldu. Biz mi şu yerde erkin özümüzdeki yurtida, tuprukda, vatanda yaşayımız. Degende adılan yürkümüzde his qilamiz ve özümüz bunun bir işinişimiz gerek. Eğer işenmey durup qilgan işninki neticesi yaxşı bo'lmaydi. Mayli işenmey durup qilgan ammalar bilisizlar. Har qanday bir iş fakat şekilden ibaret oldu. Netice epkenmeydi. Bu mayli ibadet olsun veya ki başka hizmet olsun. İşenmey durup 24 saat ibadet qilgandan ki faydası yok. Bu vatan davası mı? Aldılan özümüz işinimiz onun için şununki davayını qilamiz. Aldılan özümüz davanın nima ekanligini bilamiz. Uyg'urniki derdi nima? Bizning nima derdimiz var? Bizning derdimiz özümüzniki vatanda erkin yaşasak. Hiç kimge kul bo'lmasak, hiç kimni kul qilmasak. Şu yurtumuzda vatanimizni güllendirsek, dünyadaki ilgar milletlerinin Katar'dan biz mi yer alsak, yani bu en akalli, yani bu insanınki insan buluş, insan bulup yaratılış fıtratınınki en akalli bir arzusu, en akalli bir talepleri bu. Yani biz hazır 21. asırda yaşayatımız. Teknolojiyanınki hazır kelgen seviyesi sanaat obuldan ötep kettik endi nimde koyumuz sünni akıl devrde yaşayımız bir tügümüki besiş arkalık dünyanın emiri bilen alakalış imkanımız var ama tukallarımız bilen görüşemeyimiz, atanız bilen görüşemeyimiz, bir toy tökün, ölüm yetim yak nim bolsa muşunu bilenmeydiğin bir ahvalda turvatımız biz lazım. Bunu da tasavvur kılış biz yaşavatımız yani bunu başkalarına bunu anlatıp ulanınki tasavvurda bunu canlandırış asan iş emez. Bu hak işenmeydi buna. Bunda bir iş buluyordu dese bunda işim buluyordu. O qaysi günü 3 gün mü 4 gün oldu. Ferhat Bey Sultan Mahmud Kaşgarlı degan büyükümüzden bile Akit TV'ninki bir programma katılıp aşağıda mandak iş bulavatı da ayada kampta mançlik milyondan neç milyon adam bir yerde kamp usulü alıyor. İbadetini kılanmaydı. Onun denkin özününki tilini mektepte kullanılmalı. Desek haştiret ki onda iş yok. Xitaylar bunun hemmisini badavatı da deydi de hem de karşıdaki adam. O karşıdaki adam normal adamımızdan biraz farklı olarak şunda bozu mu? Demek
yani işengisi kelgenge işini dağan, yani özünün işığı kelgenge işini dağan, işığı kelmegenini bir tarafı kayırıp koyduğun ahval dünyanın hem yerde var. Hem dünyada karaydıgan bolsak, bu dünya bunda ötüp ketivermeydi. Yani dünyada nurgun çoğun imperiyalar bulup ötken, İskender imperiyasından tutuldu, ondan keyin Mongol imperiyası, Bizantiya imperiyası, Rus imperiyası, İngiliz imperiyası, Osman imperiyası, bular zamanında nayt çoğun devletler, çoğun imperiyalar, 3 kıtani kontrol kılgan, hatta Angliya dünyada kun patmaydigan imperiyada nam çıkarırlar. Yani hazır küçükten bir yer kılarlar, lekin Xitay bugün dünyanın ikinci iktisadi gücü, birinci ticari gücü, ticareti dünyada en çok taşkı ticaret, taşkı savdo Xitayda, yani birinci dünyada. Amerika ikinci orunda durdu ama umumi iktisat cihetten Amerika birinci, Xitay ikinci orunda durdu. Yani bu bunda ketivermeydi. Her kandak yükselişinki bir düşüşü buldu. İnsan mı tuğulumuz, çoğulumuz, yaşayımız ahiri bir yakaya vakta ömrümüzün ahirlayımız. Cemiyetli mi, imperiyeli mi, devletli mi bu tarihten beri karaydıgan bolsak nurgun bu şekilde bulup ötüklük hem de. Xitay'ın ki bugün en güçlük bir zamanı biz doğru kelindik. Belki bu elbette dünyadaki başka çoğun güçlerinin ki yaxşı kürdüğün bir ahval emas bu. Meyli Amerika olsun, Avrupa olsun, başka güçler Xitay'ın bununla güçlülük bulup gidişini bunu xalamaydı. Hem de Xitay'a karşı duruş için nima qiladi? Xitay'a karşı duruş için Xitay'ın ki aciz noktaları kaya. Bularni araştırdı. Bularni içinde birisi biz. Yani Xitay bilen Xitay'a karşı kolunu alaydigan güçnün birisi Uygurlar, Şarkı Türkistan. Meyli garip devletleri yoki başka yerler olsun bizdeki qarı közümüz, qarı çeçimizni qarab, bular izlib ketibdi, bular biz bir yardım qilib qo'ysak bo'g'dak deydiganlar az sonda bo'lishi mumkin, lekin ko'pinchisi yanılam deb o'tganimizdek iqtisod ve kuch. Yani buni qo'lda tutib turishni asos qiladi. Yani iqtisodni qo'lda tutib turish uchun o'zidan kuchlik bo'lib ketgan bir kuchning o'ttirib chiqishni xohlamaydi. Shunlashqa kelgüsü de belki bizninki vasıtımız arkalık, bizninki sebebimiz arkalık Xitay başka bir türlük hadisinin yolunun içine parçalanışının içine kirip kalishi mümkün. Tibet ba hazır Hong Kong kaynawatıdı, Tayvan ba bunda nurgun amillar ba. Fakat ümitsizlenmeyimiz hiçbir vakit. Ümitimizni canlılık tutumuz. Özümüz ügünüvatkan kesipte, qaysi kesipni ügensek ügüneyli en yaxşısı buluşuq tirişeyli. Ben fakat adetdeki bir hukukçu, yoki adetdeki bir iqtisodchi, adetdeki bir doktor veya nima tarixchi, edebiyatçı, nima o'qivatgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, men shuni en yaxshisi bilaman. Bir narsani en yaxshi bilaydi. Hamma narsani az-azdan bilishda ziyon yo'q. Lekin meningki tavsiyam sizlarga bir narsani en yaxshi shaklda bilinglar. Sen nima ish qila olaysan desa, men mush ishni qila olayman. Va uni qila oladigan darajaga kelinglar. Nim bo'lishidan qat'iy nazar qildigan ishinglar. Kasb nim bo'lishidan qat'iy nazar bir narsani quloq qulqonliga ko'p qilinglar ma'ni bir narsani en yaxshi shaklda o'rganinglar. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar o'rganayotgan kasbing qaysi bo'lsa, men mush ishni qila olayman. Ben hem işini qila olayman degan adam hech ishni qilolmaydi degan gap bo'ldi. Yani sen nima? Ben shuchi, buchi masalan. En qisqasi ben aşpaz desem, noç bir aşpaz, noç aşpaz olsun. Ben navay desem noçsu olsun. Ben profesör şu kasbda ben en aldığım orundaki adam bulay. Yani iqtisod, hukuk o'qiyotgan bo'lgan en noçsu bo'lishga tirishinglar. Birincisi o'qivatgan kasbingizda en yaxshisi bo'ladi. Buni unutmanglar, en yaxshisi bo'lishga tirishinglar. Belki bulanmaslıqlar mümkün ama tirishinglar. Tirishmay bo'lg'in bo'lmaydi, ama tirishsak bo'lish ehtimolimiz bor. Bir ishni qilmay turib, o ishninki natijasini bilolmaymiz.
Ama bir ishni qilgan vaqtimizning o'zida natijasiga ulashib qilish ehtimolimiz bor. Agar matematika o'qiganlar bo'lsa, ehtimollik nazariyasi degan darslar bo'ladi. Bu xuddilik mana o'qitishda to'g'ri o'qitish bo'lmaydi-da. Shunda bo'lsa menda mana gapning kelishiga o'qitib qo'yay. Masalan, bir odam loteriya o'ynamay turib, loteriya chiqib qolish ehtimoli yo'q. O'ynamagan bir odamga. Ama o'ynagan odamga chiqib qolish ehtimoli bor. Az bo'lsin. Shunlashqa biz Sharq Turkistonningki davosini, mujodilasini qilmay turib, Sharq Turkistonningki bağımsız bo'lib qolish ehtimoli 0. Biz Sharq Turkiston uchun tirishimiz, Sharq Turkiston uchun mujodala qilamiz, Sharq Turkiston uchun qo'limizdan nima kelsa, aymay shu yo'lda davom qilamiz, ama Sharq Turkistonning mustaqil bo'lish ehtimoli bor. Yani biz tirishsak bor, ama tirishmasak yo'q. Tirishsak bo'lmay qolishi mumkin. Yani onu çokum hatta ögün 5 yıl 10 yıldan keyin diyemeyiz. Ama planlarımızı uzun vadede kılışımız gerek. Yani 3 yıl kılıp bu işini 5 yıl kılıp 10 yıl kılıp herip kalsak olmaydı. Belki hayatımızın ahırgıçılık kılışımız mümkün. Belki bizden keyinki de kılış mümkün. Yan devam kılış mümkün. Lekin bundan to'xtab kalmayımız. Hemmanla gap kılsak gap jık, derdimiz jık, küllerçe, haftalarcha desek bu tügümeydi. Bu vaqtchilik sabr qilib anlaganliginlar uchun ko'p rahmat. Endi o'zaro bir paranglashaylik. Men susay, endi sizlar biraz bir gap qilsanglar. Assalomu alaykum. Qimmatli qarindoshlar, hammanglar xush kelibsizlar tekrar. Abdulhamid Abdulhamid qarindoshimiz nihoyat yaxshi bir sunum tayyorlab kelibdi. Bu 15 kunlik bir suhbatlarni qilishlik asosli maqsadlarimizdan birisi sizlardek yetishayotgan milletimizden tayanç güçlerge tegishik her hafta her 15 günde farklı meselelerde sohbet qilish orqali o'zingning abiyatini degandek o'qiyotgan kasbingni yaxshi o'qishning sirtida azdır ko'pdir vatan millatning g'amini birlikda qilishga va qilish uchun azroq bir bilgiga, fikrga sahip bo'lish uchun bu sohbatlarni qilib kelyapmiz. Ko'pincha kelyapsizlar. Mümkün kadar bolsa bundaki sohbetlerimi biratlerimden ağabeyimizden elip gelsenler, ulan paydalansa belki işimizden abiyatını degandek vatandan müstakil kılgalı işimizden çıkış mümkün. Belki sırtımızdan çıkış mümkün. Ama tırış bakış bizdenki dini, milli mecburiyetimiz. Çünkü bu tırış bakışını birlikte kılış için sohbetlerini uyuşturup kelyapmiz. Etiga yakı ecir sondırıp nurgun farklı bir konuydu. Bizim bu iqtisadi konu. Bu köpünçe siyasi sahnede olsun veya normal sahnelerde olsun değilmegen bir hazırca oturuğa etilmegen bir meseleydi. Bunu bir sohbet programı uyuştuğan. Şu anda bir yana bolsa bir 15 minut, 15-20 minut özara suallarınla bolsa veya değişik fikrinler bolsa, teklifler bolsa veya ki jürkenlerde üzerinde değiştiren sözler bolsa bu bir sohbet. Şunu desenler 15-20 minut paranlaşsak ne yapıp tüketsek. Onda seninlerle rahmet. Biz kıymetli kardeşimiz Abdurrahman Abdulhamid'de Uyghur Akademisi'nden küçük bir hatırası buldu. Bu ne? Ama onun huzurunda Uyghur Akademisi vakaletinden bir resmimiz var. Bugün günün hatırasıga